Hammaga assalomu alaykum. Mini market loyihamizni davom ettiramiz. Biz o'tgan darslarimizda bu loyihamizni admin panel qismini yaratdik va bugungi darsimizda aynan shu qismga statistika bo'limini qo'shishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun stats degan CSV fayl yaratib oldim va unga name, products, price, amount, total va time degan kolumn nomlarini berdim. Biz bu yerni ma'lumotlar bilan to'ldirishimiz kerak va bu ma'lumotlar yordamida biz statistikalar yaratamiz. Biz birinchi navbatda userdan name'ini bilib olishimiz kerak. Buning uchun mana bu yerga kelib username degan o'zgaruvchi yaratamiz. Endi bizda name mavjud, products bor, price, amount va total bizda mavjud. Endi time ni olishimiz kerak. Buning uchun datetime degan moduldan import yordamida datetime degan metodni chaqirib olamiz. Keyingi navbatda user bizni dasturimizga kiradi va bir nechta mahsulotlarni sotib oladi. Sotib olgandan keyin u mahsulotlarni biz stats degan CSV faylimizga yuklashimiz kerak. Mana bu yerda dasturimiz yakunlanyapti. Deduct quantity funksiyamiz chaqirilib, dasturimiz yakunlanyapti. Aynan shuni ostidan biz user sotib olgan mahsulotlarni uni ismiga qo'shib statisga yuklashimiz kerak. Buning uchun bir o'zgaruvchi yaratib olaman. Current time degan va unga datetime metodini chaqirgan holatda now funksiyasi yordamida hozirgi vaqtni yuklab qo'yaman. Endi yuqoridagi barcha ma'lumotlarni to'plab stats degan CSV faylimizga joylashimiz kerak. Lekin user bitta mahsulot olsa bizda muammo bo'lmaydi. Ya'ni productsga mahsulotning nomini yozib ketamiz. Agar user bir nechta mahsulot tanlaydigan bo'lsa, uni bitta kolumnga yozishga iloji yo'q. Aynan shu holatda yozishga iloji yo'q. Buning uchun loop yordamida har bitta sotib olingan mahsulotni alohida yuklashimiz kerak. Shuning uchun bu yerga for loop ishlatamiz. Userlar sotib olgan mahsulotlar bizda basket CSVda saqlanadi va buni ichidagi har bitta mahsulotni chaqirib olishimiz kerak. Buning uchun ctl funksiyasi yordamida basket CSVni o'qib olamiz. Uning ichidagi har bitta rowni chaqiramiz. Agar ining 0-indeksi ining 0-indeksi bizda products hisoblanadi. Ya'ni products ni beramiz. Bunga teng bo'lsa continue bo'lsin. Bu ya'ni kolumn nomlarini olib tashlayapmiz biz. Qolgan ma'lumotlarni stats degan o'zgaruvchiga yuklab qo'yamiz. List yordamida birinchi navbatda username ni olamiz. Keyin biz products, price, amount va total ni olishimiz kerak. Bizda products, price, amount, total hammasi berilgan va ularni olish uchun ining 0-indeksi, ining 1-chi va yakunida ining 3-indeksi yordamida barcha ma'lumotlarni olamiz. Ya'ni bizda ining 0-indeks products, 1-indeks price, ikkinchisi amount va oxirgisi 3-si total bo'lib qo'shilyapti bizga. Va yakunida current time ni qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va buni barchasini add csv funksiyamiz chaqirgan holatda stats csv ga yuklab qo'yamiz. Stats. Mana. Endi dasturimizni ishga tushirib, stats csv degan faylimizga ma'lumotlarni qo'shib olamiz. Ishga tushiramiz. Client, what's your name? Beraylik. Hop, show me basket. Bu yerdan bir nechta mahsulotlarni sotib olaylik. 3. Bitta mahsulotdan bir nechta sotib olaylik. Mana, show me basket. Mana biz banan, kivi va olmadan 2 marta sotib oldik. Endi buni sotib olamiz deb bersak, bizga umumiy summani chiqaryapti va statistika o'tadigan bo'lsak, bu yerda hamma ma'lumotlar bizga qo'shilyapti. Mana time'lar bilan. Endi dasturimizni user sayti butunlay yakunlandi. Endi bu ma'lumotlarni admin panelga qo'shib qolamiz. Buning uchun bu yerga kelib
5 ni tanlasa show me va endi buni 6 ga o'zgartiramiz. Buni pastda qo'shib olamiz. Elif menu teng bo'lsa 5 ga dasturimiz davom etsin. Endi mana bu yerda adminga ikkita tanlov qo'yilyapti. Ya'ni birinchisi products rating in the last 7 days, ikkinchisi customers rating in the last 7 days. Ya'ni bu yerda oxirgi 7 kun davomida mahsulotlarni eng ko'p sotilganidan eng kam sotilganiga qarab va mijozlarni eng ko'p savdo qilganidan eng kam savdo qilganiga qarab tartiblab beradigan statistika qismini dasturini yaratishimiz kerak. Va bunga admin choice berilyapti. Agar birini tanlasa oxirgi 7 kunda mahsulotlarni reytingini chiqarishimiz kerak, ikkini tanlasa customerlarni. Va endi shu reytinglarni chiqarib beruvchi funksiya yaratishimiz kerak. Buning uchun eng yuqoriga chiqib, mana bu yerdan dev products rating degan funksiya yaratamiz. Va birinchi navbatda copy list yaratib SQL yordamida stats faylimizdagi ma'lumotlarni hammasini o'qib olamiz. Endi stats CSV faylimizga o'tadigan bo'lsanglar, bu yerda mahsulotlar berilgan, lekin e'tibor berayotgan bo'lsanglar, Apple 2 marta berilgan. Buni adminga ikkita qilib chiqara olmaymiz. Agar 10 ta, 15 ta va undan ham ko'p Apple sotilgan bo'lsa, hammasini 10 ta, 15 ta emas, bitta qilib chiqarishimiz kerak va amountlarni qo'shib olishimiz kerak. Buning uchun har bitta mahsulotni nomini alohidadan olishimiz kerak. Shuning uchun bu yerga products degan o'zgaruvchi yaratamiz va unga bo'sh list beramiz. Endi loop yordamida har bitta mahsulotni alohidadan olishimiz kerak. For I in copy list if I ning 0-indeksi teng bo'lmasa name ga deylik va I ning 1-indeksi not in products da. Bu yerda qanaqa shart qo'yyapmiz? I ning 0-indeksi name ga teng bo'lmasin deyish orqali kolumn nomlarini olib tashlayapmiz va keyingi navbatda bu yerda I ning 1-indeksi bo'ladi. Ya'ni 1-indeks bizda products nomlari hisoblanadi. Agar I ning 1-indeksi products da bo'lmasagina products degan o'zgaruvchimizga append qilamiz I ning 1-indeksini. Kelinglar buni bir print qilib ko'ramiz. Print products. Va dasturimizni ishga tushiramiz. Mana bu yerda funksiyani chaqiraylik. Products rating. Endi dasturimizni ishga tushirsak, mana bizda banan, kiwi va apple. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, banan, kiwi va apple. Ya'ni bu yerda duplikat bo'lib ketgan ma'lumotlarni o'chirib, faqatgina bittadan nomini olib qo'ydik. Dasturimizni to'xtatamiz. Biz bu yerda nomlarni oldik. Endi mahsulotni amountini, ya'ni necha kilogrammdan sotib olinganini qo'shib olishimiz kerak. Buning uchun yana bitta o'zgaruvchi yaratamiz, result degan. Va bunga bo'sh list beramiz. For I in products da bo'lsa, ya'ni products ichidagi har bitta mahsulotni alohida-alohidadan chaqirib olyapmiz. Va endi total amount degan o'zgaruvchi yaratamiz. Bunga 0 qiymat beramiz. Keyingi navbatda for J in copy list deb listimizdagi barcha mahsulotlarni birma-bir chaqirib olamiz. Agar J ning 0-indeksi teng bo'lsa name ga
continue qilyapmiz, ya'ni kolumn nomlarini olib tashlayapmiz. Agar I teng bo'ladigan bo'lsa J ning birinchi indeksiga, ya'ni J bizda bu fayl bo'lsa, birinchi indeks bizda mahsulot nomlari hisoblanadi. 1 ga teng bo'lsa total amountga tez qolib ketibdi uni. Total amountga qo'shib ketamiz. Integerga o'zgartirib J ning nechinchi indeksi amountda bo'ladi? 0, 1, 2, 3-chi indeksi amount hisoblanar ekan. J ning 3-chi indeksini qo'shib ketamiz. Va oxirgi natijani resultga append qilishimiz kerak. Append list ochib olamiz, i'ni qo'shamiz va stringga o'zgartirilgan holatda total amountni qo'shamiz. Va endi print qiladigan bo'lsak resultni, natijani ko'ramiz. Dasturimizni ishga tushirsak, mana bizda banan 3 kilogramm, kivi 3 kilogramm va apple 6 kilogramm bor. Buni ko'rish uchun bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, mana banan 3 kilogramm, kivi 3 kilogramm, apple bo'lsa 4 va 2 kilogramm qo'shilgan holatda 6 kilogramm bo'lib chiqdi. Keyingi qiladigan ishimiz shu ajratib olingan mahsulotlarni kattasidan kichigiga qarab turib adminga ko'rsatishimiz kerak. Buning uchun birinchi navbatda adminga kolumn nomlarini chiqarishimiz kerak. Print. Hozir mana bu yerda kolumn nomlarini qanaqa ko'rinishda bo'lishini berib oldim. Buni ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, mana products, amount shunaqa ko'rinishda bo'ladi va mana bu qiymatlar bo'lsa, uni ostidan to'g'ri ketma-ketlikda tushishi kerak. Buni dasturini endi tuzib olamiz. Bizda sorting bo'yicha juda ham ko'plab algoritmlar bor, lekin ularning eng oddiysi va biz hozir dasturimizda ishlatadiganimiz bu listdagi eng katta qiymatni qaytaradi va uni o'chirib tashlaydi. Ya'ni shunaqa ketma-ketlikda ishlaydi. Dasturimiz har doim eng katta qiymatni oladi, userga ko'rsatadi va uni o'chirib tashlaydi. Buning uchun while dan foydalanamiz. While va bunga resultni beramiz. Ya'ni result o'zgaruvchisini ichida umuman qiymat qolmaguncha dasturimiz davom etadi. Va bunga max value berib olamiz. Buni 0 ga tenglashtirib for I in resultda bo'lsa, ya'ni result ichidagi har bitta qiymatni alohida chaqirib olyapmiz. If I ning birinchi indeksi bizda amount hisoblanadi. Katta bo'lsa max valuedan max valuega tenglaymiz I ning birinchi indeksini. I ning birinchi indeksi bizda string qabul qilinadi. Shuning uchun buni integerga o'zgartirishimiz kerak. Va buni ham integerda yozib olamiz. Mana bu yerda yozilgan kod orqali biz bizda bor mahsulotlarni eng katta qiymatini ajratib oldik. Endi uni print qilishimiz kerak. Buning uchun yana for loop ishlatamiz. Endi bu safar j deylik. In resultda bo'lsa agar max value teng bo'lsa integer I ning birinchi indeksiga, bu yerda I ning emas, J ning birinchi indeksi bo'ladi. Ya'ni bizda resultdan J har bitta elementni alohida olyapti. Shu alohida olgan element max value ga teng bo'lib qolsa, dasturimiz u ma'lumotni print qilish kerak. Buning uchun print yozamiz va mahsulotni ko'rsatamiz. J ning 0-chi indeksi va unga shakl beramiz. Buning uchun buni ko'paytiramiz. Bizda kolumn nomi birinchisi products, bu 8 ta elementdan tashkil topgan. Mana bu bitta element hisoblansa, biz bunga 7 beramiz va bundan ayrimiz len J ning 0-chi indeksini. Hozir biz qilayotgan ishni agarda tushunmayotgan bo'lsanglar, birinchi video darsligimizni ko'ringlar. Bunda aynan hozir qilayotgan ishlarimiz qanaqa ishlashi haqida to'liq tushuntirib berganman.
Endi buni D qilib turib, endi J ning birinchi indeksini beramiz. Bizda amount 6 ta elementdan tashkil topgan. Buni 1 deb olsak, bu yerga 5 elementini beramiz. Va bu yerga J ning birinchi indeksi. Va dasturimiz yakunlanganda yana bitta chiziqcha bilan yakunlansin. Hozir biz result ichidagi eng katta qiymatga ega bo'lgan mahsulotni ajratib olib, uni print qildik. Endigi navbatda shu mahsulotni resultdan o'chirib tashlashimiz kerak. Result remove va J ni berib qo'yamiz bunga. Dasturimiz yakunlanganda print buni ko'paytiramiz 21 ga. Va keyingi navbatda dasturimiz resultning ichidagi ikkinchi eng katta qiymatni ajratib olish uchun ishlaydi. Va bu yerga kelgandan keyin ikkinchi eng katta qiymatni ham o'chiradi va uchinchisini ham o'chiradi, to'rtinchisini ham o'chiradi. Agar bizda millionlab mahsulotlar bo'lsa, har birini eng kattasini topadi va eng kattasini o'chirib yuboradi. Keyingi navbatda yana qidirganda ikkinchi navbatdagi eng katta qiymat chiqib kelaveradi. Shunaqa ishlaydi. Endi oxirgi printni dasturimizdan while'dan chiqarib qo'yamiz. Xo'p, endi dasturimizni ishga tushirib ko'rsak, mana bizga products amount apple 6 kilogramm, banan 3 kilogramm va kivi 3 kilogramm bo'lib chiqib keldi. Ya'ni dasturimiz eng ko'p qiymatga ega bo'lgan mahsulotdan eng kichigiga qarab tartiblab berdi. Endi darsimizni birozga to'xtatib turaman va stats bo'limidagi ma'lumotlarni ko'paytirib olaman. Mana ko'rib turganlaringdek, bu yerga bir qancha ma'lumotlarni qo'shib oldim. Endi shu ma'lumotlar bo'yicha statistika yaratamiz. Esinglarda bo'lsa, biz oxirgi 7 kundagi statistikani chiqarishimiz kerak edi. Buning uchun yana bitta metod chaqirib olamiz. Buni nomi time delta. Time delta. Endi buni nima maqsadda ishlatamiz? Hozir ko'rib chiqamiz. Bu yerga kelib turib 7 days ago degan o'zgaruvchi yaratib olaylik. Va unga date time now degan funksiyadan ayraymiz. Time delta days 7 deb beramiz. Mana bu yerdagi date time va now funksiyasi dastur qachon ishga tushirilsa, aynan shu vaqtni o'ziga saqlab qoladi. Time delta bo'lsa, daysdan keyin necha raqamni bersangiz, shuncha vaqtni o'ziga saqlaydi. Ya'ni hozirgi vaqtdan 7 kunni ayirib tashlayapmiz va endi buni tekshirishimiz kerak. Buning uchun mana bu yerga kelamiz. Agar I, ya'ni productsdagi mahsulot J ning birinchi indeksiga teng bo'lsa va deymiz, J ning nechinchi indeksi vaqt hisoblanadi bizda? 0, 1, 2, 3, 4 va 5-chi indeks bizda vaqt hisoblanadi. J ning 5-chi indeksi katta yoki teng bo'lsa 7 days ago ga dasturimiz shu mahsulotlarni ajratib davom etsin. Endi dasturimizni ishga tushirib ko'ramiz. Bu yerda xatolik berdi, sababini hozir ko'rib chiqamiz. Endi mana bu yerda biroz o'zgartirish kiritdim, ya'ni time degan o'zgaruvchi yaratib oldim. Date time metodi ichidagi strp time degan funksiyani chaqirdim va bunga biz chaqirib olayotgan time'ni kiritdim, ya'ni J ning 5-indeksini kiritdim va mana bu ketma-ketlikni yozib chiqdim. Bu funksiya nima vazifani bajarar ekan? Bu funksiya bizdagi faylimizdagi ma'lumotlarni olib, ya'ni time'ni olib, uni taqqoslasa bo'ladigan ko'rinishga keltirib berar ekan. Mana endi taqqoslasa bo'ladigan ko'rinishga keldi. Endi dasturimizni ishga tushirib ko'rsak, dasturimiz ishladi. Bizga ma'lumotlarni chiqarib berdi. Endi buni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Bu ishlayaptimi yoki yo'q. Buning uchun bu bo'limga o'tib Apple'ni tanlaymiz. Mana bu yerda Apple 4 kilogramm sotib olingan ekan. Buni bir oy orqaga qaytarib qo'yamiz. Ya'ni bu oxirgi 7 kunga kirmaydi endi. Endi dasturimizni qaytadan ishga tushirib ko'raylikchi. Mana Apple 4 kilogrammga qisqarib 10 kilogramm bo'lib qoldi. Ya'ni bizning dasturimiz o'z vazifasini bajaryapti.
Endi bu funksiyani admin panelga o'tib yozib qo'yishimiz kerak. Pastga tushamiz va admin bizdan mahsulotlarni so'ragan vaqtda mana shu statistikani chiqarishimiz kerak. Keyingi navbatda bu yerga ham buni qo'yib faqat products emas, customers deb beraylik va customers rating degan hozir funksiya yaratamiz. Dasturimizni to'xtatib, bundan chiqib turaylik va mana bu yerga kelib turib dev customers rating degan funksiya yaratamiz va buni ichidagi ma'lumotlarni unga qo'shib olamiz. Bu ham xuddi shunaqa ketma-ketlikda ishlaydi, faqat ba'zi joylarini o'zgartirishimiz kerak. Bu yerga kelib bularni joylaymiz va biz o'zgartirishimiz kerak bo'lgan narsa buni customersga o'zgartiraylik. Endi har bir products o'zgaruvchisini customersga o'zgartirib chiqamiz. Mana bu yerga qo'yamiz, buni ham mana bu yerga productsga o'zgartirib chiqamiz. Mana o'zgartirib bo'ldik. Va endi o'zgartirishimiz kerak bo'lgan narsa bu ayning indekslari hisoblanadi. Biz bundan oldingi dasturimizda productslarni har birini unik holatda saqlab olayotgandik. Endi bularni 0-indeksini, ya'ni name, customerlarni alohida qilib saqlab olishimiz kerak. Dasturimizni ishga tushirib ko'ramiz. Mana bu yerdan funksiyamizni chaqirib olaylik. Customers rating. Endi boshqatdan ishga tushirib ko'ramiz. Va mana Javlonbek, Anvar va Jon. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, Javlonbek, Anvar va Jon. Bizda 3 ta customer bor va uchalasini ham alohida-alohidadan qilib chiqardi. Ya'ni duplikatlarni o'chib ketgan holatda. Keyingi navbatda o'zgartirishimiz kerak bo'lgan narsa bu yerda ayni J ning 1-indeksi bilan taqqoslayapmiz. Buni J ning 0-indeksiga o'zgartiramiz. Sababi bizda customerlarda faqat klientlarni ismi saqlangan xolos. Endi total amount ni total price ga o'zgartiraylik. Price buni olib bu yerga qo'yamiz va buni bu yerga o'zgartiramiz. Bu yerda total price'lar bizda 0, 1, 2, 3, 4-indeksda turibdi va buni indeksini 4 ga o'zgartiramiz. Keyingi navbatda kolumn nomlarini o'zgartirishimiz kerak. Buni products emas, customers ga o'zgartiramiz. Bunga yana ozroq space beraylik va amount ni total price ga o'zgartiramiz. Total price. Endi bu elementlar soni 20 bitda emas, 29 taga yetdi va bularni ham 29 ga o'zgartirib chiqamiz. Mana bu yerda hech narsani o'zgartirishimiz shart emas, faqat bularni 10 ga o'zgartirib qo'yamiz. 10 va buni ham 29 ga o'zgartiramiz va endi dasturimizni ishga tushirib ko'ramiz. Va bizda xato natija qaytardi. Chunki mana bu yerdagi total price hammasi float da berilgan. Shuning uchun biz integerlarni hammasini float ga o'zgartirib chiqishimiz kerak. Float maksimumlarga ham float beramiz. Float. Mana bu yerda ham. Va endi yakunlandi. Dasturimizni qaytadan ishga tushirib ko'rsak, mana bu yerda biz xohlagan natijalar chiqib kelyapti. Endi bunga o'tamiz va buni 2 ga qaytarib o'zgartiramiz. Dasturimizni ishga tushirib ko'ramiz. Mana bu yerda ko'rib turganlaringdek, bizdagi ma'lumotlar juda ham ko'p, ya'ni juda ham uzun holatda chiqib kelyapti. Buni oldini olish uchun total price ni round ga o'zgartirib va bunga bir qiymat beramiz. Endi dasturimizni ishga tushirsak, mana endi hammasi joyida. Bizning birinchi dasturimiz mahsulotlarni eng kilogrammi ko'pidan kilogrammi kamiga qarab hisoblab bersa, ikkinchi dasturimiz
mijozlarni eng ko'p savdo qilganidan eng ko'p savdo qilganiga qarab tartiblab beradi. Endi bu ham to'g'ri yoki noto'g'ri ishlayotganini tekshirib ko'rish uchun statistikani biroz o'zgartiramiz. Ya'ni buni bir oy oldinga orqaga qaytaramiz. Buni ham bir oy qaytaraylik va buni ham. Va bizda bitta qiymat qolyapti. Bu 506 dollar. Endi Javlonbek ismli o'zgaruvchi eng oxirida 506 dollar total price bilan chiqishi kerak. Dasturimizni ishga tushirib ko'rsak va mana biz xohlagan natija chiqib keldi 506 dollar bilan. Sababi biz bu ma'lumotlarni bir oy orqaga qaytarib chiqdik. Mana statistika bo'limi ham tugadi. Umuman olganda dasturimiz butunlay yakunlandi. Mana dasturimiz to'liqligicha yakunlandi. Buni ba'ziga bir joylarni o'chirib tashlaymiz. Ya'ni bu ma'lumot kerak emas bizga va bu yerda print resultni olganmiz. Bu ham kerak emas. Ya'ni biz bu yerda shu ishni qilsak nima natija olishimizni ko'rganmiz. Bu ma'lumotlarni o'chirib tashlasak bo'ladi. Bizga kerak emas. Mana bu yerda buni ham olib tashlasak bo'ladi. Xo'p. Endi dasturimizni, tayyor bo'lgan dasturimizni bir ishlatib ko'rsak. Endi biz klient sifatida birinchi kirib ko'ramiz. Ism so'rayapti. Tom degan ism beraylik. Show me products, mahsulotlarni, bir nechta mahsulotlarni sotib olaylik. Misol uchun, hop, orangedan 2 kilogramm. Show me products. Ha. Endi bu safar kivini tanlaymiz va bundan 5 kilogramm sotib olaylik. Show me basket. Basket mana hammasi joyida. Biz orangedan 2 kilogramm sotib olyapmiz va kividan 5 kilogramm. Productsga o'tamiz. Bu yerda orange 83 ga qisqarishi kerak, kiwi bo'lsa 87 ga qisqarishi kerak. Ha, deb dasturimizni yakunlasak, mana bu yerda 83 va 87 ga qisqardi. Dasturimizni bu qismi ishlayapti. Endi statistikaga o'tadigan bo'lsak, mana Tom ikkita mahsulotni shuncha kilogrammdan sotib oldi va date'lari bilan hammasi ma'lumotlar yozildi. Endi admin qismini tekshirib ko'ramiz dasturimizni. 2 ni bosamiz, paroli 11. Tepadagi bo'limlarni biz tekshirib o'tirmaymiz, sababi buni kecha tekshirganmiz. Birni bosib show me products qilsak, mana mahsulotlarni ko'rsatdi. Endi show me statistics. Aynan shu joyi qiziq bizga. Birinchi navbatda products ratingni ko'raylik. Mana bizga ma'lumotlar chiqib keldi. Oxirgi 7 kun ichida Apple 10 kilogramm sotilibdi, kiwi 7 kilogramm. Mana eng ko'p sotilganidan eng kam sotilganiga qarab statistikani dasturimiz chiqardi. Keyingi bo'limni ko'ramiz, ya'ni customers bo'limini 2 ni tanlasak. Mana John umumiy 37,4 dollar sarflagan bizni do'konimizda mahsulot sotib olish uchun. Tom 23,5 dollar. Shu tartibda, ya'ni eng kattasidan eng katta qiymatdan eng kichik qiymatga qarab dasturimiz tartiblab beryapti. Hammasi joyida, dasturimiz to'liqligicha ishladi. Endi bizni qilishimiz kerak bo'lgan narsalar nima? Birinchi navbatda dasturimiz aralashib ketgan. Ya'ni asosiy dastur yoziladigan faylda funksiyalar joylashgan. Funksiyalarda ham mana ba'ziga bir dasturlar yozilgan. Endi bizga qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu funksiyalarni alohida CSV functions degan faylga ko'chirib o'tish va barcha kerakli dasturimizning asosi bo'lgan kodlarni mana bu ya'ni mini market fayliga joylashimiz kerak. Va dasturimizni butunlay yakunlab GitHubga chiroyli description bilan joylab qo'ysak bo'ladi. Hammaga rahmat. Ikkinchi darsimiz butunlay yakunlandi va loyihamiz ham yakunlandi. Keyingi darslarda endi boshqa ma'lumotlarni o'rganamiz. Hammaga rahmat. Darsimiz tugadi.